Assalomu alaykum Xorazm güç obunachilar, sog'omonmizda. Bugun xudo xolasa bugungi videomuz penoblok haqida qisqacha ma'lumot olamiz. Hozir pulini nechadan bo'lib turibdi, necha ming dona blok bor, nera dastlabki bor, hammasini tushuntirib o'tamiz hozir. Yana bloklarga keladigan bo'lsa, qurib olibdina. Yana. 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 Yana xudo xolasa qurib olibdi bu bloklar. Yana. Yine xudo xolasa tashlab ham göstermişmi yine. Yine sınmadı. В общем, mıkveç. Kime kızık bo'lsa pastda telefon numarasini qo'yaman. Bemalol sozda, aloqachi sozda dastlabkasi ichida buni puluna keladigan bo'lsak 14 ming so'mdan bo'lib turibdi. Hozirgi kunda skidga bo'lib turibdi 13 ming so'mdan. Xudo xolasa yana necha ming dona desangiz bor. Puli. Keyin dastlabkani aytib o'tamiz. Dastlabki 500 dona g'ana dastlabkasi bor. Mesela Ürgençe'de dastlab ketib beramiz. Mesela 4 gullar chiqsangiz da gelişamiz xudo xolasa undan ham. Kimaki shunday qiziq bo'lsa, pastda telefon nomerini qo'yaman, murojaat qilsangiz da ajoyib etib olib borib beramiz xudo xolasa. Yana penoblokdan ko'pacha yo'q. Yana Xorazm güç kanalından urtturtmuş sezayizde skidga bo'ladi bundan ham yine. Xudo xolasa. Yani dastlabki mashinalarimiz ham turibdi yana. Şöyle zillarimiz üzerimizde mashinalar turibdi. Hozir ichariga kirib kuyish joylarini gösterib o'tamiz. Yana xudo xolasa gipslarimiz bor. Şimdi quyiladi bu xudo xolasa. Oh, harmanglar. Penobloklarni bir qadar aytib bering, ichariga nima qo'shiladi buni tushuntirib bir xalqimiz ajoyib etib. Gang mana. İçeriden blok çıkardım bundan. İçeriye ne koşardı? Semut koşardı. 2 kilo semut, doğru mu? Neye koşar mı çaya? İçe bir. 2 kilowatt geç çaya dedi. İçeriye ne yiyor? Yöreste bana su. 67 su yörede geldi yine xudo xolasa. O'zi Boçokda karlardadan bana kuyladı ekan. Bir qaraganda içe blok çıkardı. Bir qaraganda içe blok ne derse çıkarasta. 3 blok, doğru mu? Üst katta çıkardı xudo xolasa. Yana bunda paraşokları var ekan buni. Hozir gösteramiz buni. Hmm.